Foizli reels ko'rish bilan o'tkazganim uchun uydagilar уже o'zimdalar buni hazm qilishga ham ulgurib bo'lishibdi. O'shaning uchun bugun qo'limdan хотя бы desertga olishsin deb osongina trifle tayyorlaymiz. Gadishka delay. Turishim bo'yicha adekvatni ro'y bo'lar ekan, agar biz hamma ishimizni biskvitdan boshlasak, chunki uni keyin duxovkaga tiqorganimizda bizda krem qilishga vaqtimiz bo'ladi. Endi bugun o'sha mashhur X loyli qulupnayli trifle'ni Mendan ham aqlliroq opa etishlari bo'yicha birinchi o'rinda biz biskvit uchun 6 tuxum raspakavayz qilishimiz kerak. Aha, обязательно xuddi shunaqa qiyshigan bashara bilan. Glinserindan nima foyda bo'ladi deydilar odam. Ana, bo'tdi-yu. Tuxumlarning kallasini chaqib tashlaganimdan keyin ustiga shakar qo'shib oldim. Va bu omonatlarimni hammasini bratga ishondim. Tuxumlarni благополучно ko'pirtirib borib, orasiga draja, kakao va un qo'shib yubordim. Bor umidim sanda. Keygoy deb vaqt o'tkazaman dedim. Qarasam sariyos solish ismidan chiqib qolgan ekan, uni ham sovg'a qoldim. Bu akamiz ishlarini qilib bo'lgunlaricha mamma aka bilan paka razibratsa qilishimiz kerak ekan. Brat bilan chiqib olganimizdan keyin listlariga pergament qog'oz qo'yib olamiz. Dunyoda biskvit uchun bo'lishi mumkin bo'lgan eng adekvatni massani yasab oldik. Shu qaysi biriyle samimiyyat qiyin deydi mana qaysi biriyle. Biskvitni ketidan to'shatib manzilga jo'natib bo'lib, endi kremga o'tamiz. Shu kungacha sizlar mahal qilib bilmagan mana bitta kambag'alskiy primishkam bor. Kambag'al! To'g'risini aytaman, krem tayyorlash o'ylaganimdan oson ekan. Chunki unga birinchi o'rinda kerak bo'ladi qaymoq, gushonka va mana boshqa yog'imdan o'sib chiqqan qo'lim. Ikkinchidan bizga kerak bo'ladi saharni pudra, onam adableniyalari, shlaq qilib pishadigan tvorojniy sir. Voila, bu shedevrni okaga, okani o'z xudoga topshiramiz. Agar sizga o'limingizdan oldin oxirgi ovqatingni ye deyishganda shu trifle yegan bo'larmi deysiz? Mana yemagan bo'lam, to'g'ri qilardingiz. Zачем так честно? Bunaqa tatib ko'rganingizdan keyin Demaseli, demak krem yana asliga aylantirib olish kerak bo'ladi. Krem paka aylanib turguncha biz biskvitimizni duxovkadan qutqarib olamiz. Endi bu adekvatni biskvitimizni adekvatni maydalab olamiz. Okay. Bir pandis ushoq. Kichkinaligimda buvim ovqatini ushoqlari bilan yeb qo'y derdilar. Orzularini amalga oshiradigan payt keldi menimcha. Tabriklasanglar bo'ladi. 21 yoshimda men ushoq yeb buvim orzularini amalga oshira olmas. Sizlar nimaga erishdinglar? Hozir huzurli qo'yib turaylik, ham ishda seryoznilashib ketyapti. Chunki biz 8 soat o'tgandan keyin zo'rg'a finalniy etapga keldik. Finalniy etapda buvim orzularini ustidan krem qo'yib, keyin meva qo'yib, keyin uni yana 3 marta qaytarib, propilka qilib, ustidan shokolad qo'yib yuborsa bo'ldi. Qanchalik protsess neakkuratni chiqsa, значит, ovqatingiz shunchalik shirin chiqadi degan. Uyat emasmi, yoshingizni qarang. Tada! Takoyskiy triflimiz tayyor bo'ldi. Endi topinglar biz kimni chaqiramiz? Mama! Mama! Bizga mevaga boy qildim. Prям boyskiy chiqdi, prям. Bu safar 10 dan 100 berarsiz, jigar. Mama rozi, xudo rozi, hammaga rahmat.